kecha ham bitta ayol uzilarini ko'rsatiladi. Voy mani qizimda homilasida kindigiga o'ralib qolibdi, bir marta o'ralgan ekan, nima qilamiz debdi. Kindik normada o'zi 50-60 santimetr bo'ladi. Homila suv ichida rivojlanadi. Suv ichida bo'lgandan keyin bitta joyda turmaydi, homila qimirlaydi. Yoqqa bu yoqqa qimirlagandan keyin 50-60 santimetrligi kindik u o'ralish xususiyatiga ega. Endi suvda bo'lgani uchun u homiladorlik paytida bizga rol o'ynamaydi uni o'ralib qolgani. Lekin tug'ilayotgan paytida birinchi homila tug'iladi bizda, keyin yo'ldosh tug'iladi. Bu yerda yo'ldoshni ham birga olib keladida, o'shaning uchun bolada gipoksiya yoki qon ketish ehtimollari bo'ladi. Aytaylik 2 marta, 3 marta o'ralib qolganini ham ko'rganman. Endi kindik qancha uzun bo'lsa, shuncha o'ralib qolish ehtimoli ko'p. Agarda homilani biomexanizm deymiz, tug'ilayotgan paytida onani bachadan qisqarishi yaxshi, xususiyati yaxshi bo'lsa, homila kichik o'lchamda bo'lsa, boshi ham bemalol tug'ruq yo'llaridan o'tadigan bo'lsa, uni o'ralib qolgani uncha rol o'ynamaydi. Agarda aytaylik o'zi yo'ldoshda o'zgarishlar, petrifikatlar paydo bo'lgan, kislorod yetishmasligi bo'ladigan bo'lsa, unda rol o'ynashi mumkin.